Assalomu alaykum kitob qimir do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazğıç Habibullah Ablametning Muz tutqan daryo nomli romanining 12-ci qismini anlatishga boshlaymiz. Ayni zamonda ana shu Chin xonadonligining lashkarlarining o'pqandek qonini to'yg'izish uchun zo'r miqdordagi oshliq ta'min etish to'g'ri keladi. Shu sababdan Sharq Turkistonning janubidagi har qaysi joylardan zo'r ko'lamda odam yo'tkab chiqib, Ili vodisida bo'z yer ochqizgan va keng ko'lamli o'stan chapqizish ishlarini yo'lga qo'ygan edi. Shu zamonda G'uljining sharqiy tarafidagi keng munbat tuproqlarni sug'urish uchun 40 dan oshiq o'stan qazdirgan va yana Ili daryosining ikki tarafidagi keng munbat zaminlarni asos qilib turib, texmi ko'p terilg'u yerlarga ega bo'lish uchun hisobsiz yangi terilg'u yerlarni ochgan va bu yerlarni husulliq ekinzor qilib o'zlashtirish uchun 40 dan ortiq o'stan qazdirgan edi. Ana shu o'stanlarning ichida eng cho'ngi va qazish ishlari eng qiyinga to'xtagan o'stan bo'lsa, oq o'stan qurilishi edi. Cho'riq ekim oq o'stan qurilishiga o'zi yetakchilik qilib, oxiri 1825-yili o'stanni g'alabalik bitirgan edi. Biroq ota miros Hokimbek emas, balki o'z aql parasitiga tayinib Hokimbek bo'lgan, umrini ahamiyatli ishlar bilan ma'nilik o'tkazib, hamda o'z xalqining baxt saodati uchun ko'ngliga ulug' arzu-armonlarni pukib, al-avomga osoyishlik yaratish uchun kechani kunduzga ulab mehnat qilgan hekim bo'lg'achqa, qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarga ichtorlik qilgan Xilzatxon, cho'riq ekin bosh bo'lib chapgan o'stanga suv chiqmaydi deb chaparmanlari orqali o'sak so'z cho'chak tarqitib cho'riq ekimni qarlagan va bu so'z cho'chaklar ta Jiyangjun mahkamasigacha yetib borgan edi. Vaholanki yolg'onchining quyrug'i bir tutam deb cho'riq ekim bu yolg'onchilarni o'zining amaliy harakati orqali mat qilgan. Cho'riq ekim o'zi aql farosatli odam bo'lg'achqa suv degan qanchalik egiz yerdan boshlansa shunchalik egizlik eqib chiqa oladi deb suv tug'nini ikkilanmasdan oshgan va o'zi qo'lvoqliq o'stan suvida billa oqqan. Ayni chog'da do'lqin yasab eqiyotgan o'stan bo'yida turgan xalq ommasi qiyiqas cho'qan ko'targan peti cho'riq ekimning qo'lvoqiga agishib oq o'stanim oq deb o'stan yiqilab tug'lab chapgan. Cho'riq ekim bo'lsa qo'lvoqqa tushib oq o'stanim oq deb Abral teg'i etikidagi Qosh daryosidan boshlangan o'standan toki Bayonday qalasining janubigacha g'albilik eqib borgan edi. Shuningdan muqaddam bu o'stan oq o'stan degan muborak nom bilan otilib qolgan edi. Oq o'stan qurilishi bitgandan keyin Xilzatxon yana hiyla-mikr ishiltib cho'riq ekimni Jiyangjun mahkamasiga chiqishini davomlashtirgan edi. Bahona topolmay aram turgan Jiyangjun mahkamasi bo'lsa, bu fursatni qo'ldan bermay o'stan chepilishdan burun cho'riq ekimga bergan va'dasidan biroqla yenib olgan. Hamda burunqi dehqonlardan oldigan husulni biroqla bir hassa ko'paytirib o'tgan edi. Shu chog'da bu nohaqchilikni, adolatsizlikni, nomardlikni qabul qila olmagan cho'riq ekim Jiyangjun mahkamasiga qarshi chiqqan edi. Darvaqa ayni vaqtda Jiyangjun mahkamasi Jirg'ilang o'stani bilan oq o'stanni chepishga qancha yil vaqt ketgan bo'lsa, o'stan bitib suv boshlagandan keyin shuncha yil dehqonlardan o'stirma seliq olmaydiganligi to'g'risida va'da bergan. Jirg'ilang o'stanini chepishga 6 yil, oq o'stanni chepishga 15 yil ketgan bo'lib, hisobda ikki o'stan 21 yilda bitgan edi. Mana bu 21 yil jarayonida dehqonlar ko'rmaganni ko'rgan, har yili o'stan chepish hashasiga tutilib, nurg'un jabr zulmlarni tortgan, nurg'un odam qazo bo'lgan edi. Halbuki o'stan chepish qurilishi g'albilik tamomlanganda, Jiyangjun mahkamasi 21 yil o'stirma seliq solmaslik va'dasidan darhol yenib olib, seliqni bir hassa o'stirgan. Bu nohaqchilik chidamagan cho'riq ekim achchig'idan yerilgudak bo'lib, bu xabarni darhol butun yurt ahliga va baglarga yetkazgan. Xabar tarqalgandan keyin xalqning faryodi kuchayib, g'azabi 40 gaz o'rlagan edi. Cho'riq ekim bo'lsa xalq tarafda turib, Jiyangjun mahkamasiga arz sungan. Dal mush chog'da payt kutib yotgan Xilzatxon
darhol Jiyangjun mahkamasiga Cho'riq Hekim ustidan shikoyat qilib, Cho'riq Hekim xalqni kushkirtib, Manching xonadonligiga qarshi qo'zg'olon ko'tarmoqchi degan. Bu mezgilda Sharqi Turkistonning janubida Jahongirxon qo'zg'olon ko'targan chog' bo'lg'achqa, Jiyangjun mahkamasi bundaq nozuk vaziyatda ilida qo'zg'olon yuz berib qilishidan ansirab, darhol Cho'riq Hekimdan gumonlangan va uni hekimlikdan qoldirib, o'rniga Xalzatxonni tayinlagan. Xalzatxon hokimbek bo'lgandan keyin yana jim turmay, Cho'riq Hekim ustidan arz shikoyat sunib, oxiri Cho'riq Hekimni Aqsuga 10 yillik palat qo'zg'atgan edi. Cho'riq Hekim Aqsudagi surgan hayotini oxirlashtirib, o'z yurtiga qaytib kelib, 2 yil o'tganda, ya'ni 1837-yili olamdan o'tgan. Ayni chog'da Cho'riq Hekimning janoza namozi dal mushu Baytulloh masjidida tushirilgan edi. Shu chog'da Cho'riq Hekimning vafot bo'lgan xabarini anglagan G'ulji xalqi tavrab ketgan edi. Hatto G'ulji shahar atrofidagi barliq yezi qishloqlardan kelgan xalq bilan mushu Baytulloh masjidining oldi-keyni liq to'lib ketgan edi. Butun eli xalqi oliy ehtirom bilan bu muhtaram zotning namozini tushirib, mushu ana bola ketayotgan yo'lning oxiriga joylashgan Xalifam Buzrikva mozorligiga dafn qilgan edi. Mərhum Cho'riq Hekimning orqasidan xalq "Ah Hekim" deb qo'shiq to'kib, qonzor yig'lab nido qilgan edi. Ah Hekim qildi falak bir shahriyorimdan juda, ko'nglimning mulkida bo'lgan tojidorimdan juda. Ah nechuk bechimda tog' bu judolik kunlarim, kuydirib qilg'ach xazon bo'ldim bahorimdan juda. Ana shu Ah Hekim nomidagi naqshlar ta hozirgacha eli xalqining og'zidan tushmay aytilib kelmoqda. Mana bu naqshlar orqali eli xalqi o'zining yo'lboshlariga bo'lgan muhabbatini, sevginishini, hijron azoblarini ifodalasa, yana bir tarafdan tajovuzchilarga bo'lgan g'azab nafratini, qarshiligini va cho'qonlarni bildirib kelmoqda. Yosh xonim qatnash tarafga mangadigan yo'lning burilish eg'iziga, ya'ni Bedi bozoriga kelay deganda, Baytulloh masjidining yo'llarida Sodir polvonning izlari, uning mushu madrasada o'qigan va mushu madrasada mundaris bo'lgan Molla Bilal Nozimni izlab kelgan chog'lardagi o'z hissiyotlarini ifodalab o'qigan qo'shiqlarni esga oldi. Molla Bilal o'z bag'rim, gapim bor aka ayrim, yuzma-yuz so'zlashgili Baytullohga 3 bordim. Molla Bilal taqvodor, nega borsam yo'lim bor. Molla Bilal oldida o'ng ko'ksimdan qo'lim bor. Molla Bilal xotibni Jiyangjun tutaman debdi. Bardankilik Sodir bor, Jiyangjun ho'l tezak yapdi. Ayni chog'da Sodir polvon Manching xonadonligining zulmiga qarshi kurash qilish va Manching xonadonligining mustamlikasidan qutulib, azod bir vatanda yashash istagi bilan atrofiga o'ziga o'xshash bahodir azmatlarni to'plash bilan birga, yana shoir Molla Bilaldek ziyolilardan maslahat elish, ularning aql farosatidan foydalanish va yo'l ko'rsatishiga erishish yuzasidan shoir Molla Bilal Nozimni izlab Baytullohga kelgan va Jiyangjun tutmoqchi bo'lgan shoirni jannat tikib qo'g'damoqchi bo'lgan. Yosh xonim ayni zamonda mush yerlarni kezgan, mushu makonda o'tgan Cho'riq Hekim, Sodir polvon va Molla Bilal Nozimdek ulug' zotlarni asga ilib, ko'ziga ixtiyorsiz yosh oldi. Darvaqa yosh xonimning o'z millatidan chiqqan tragediyalik qahramonlari uchun ko'z yoshlarini to'kishga haqqi bor. Ana shu tragediyalik qahramonlar dunyodagi barliq dard alamlarni beshidan kechirgan, butun dunyodagi huzur halovatlardan voz kechgan, hamma narsalarni orqasiga tashlab, o'ziga eng kerakli bo'lgan erkinlikning qanchalik badal kasb-kasbun qo'lga keltirishga iroda qilgan bahodir azmatlardir. Demak, o'tmish ajoyib bir narsa. Davomliq siz bilan birga sizga davomliq yo'l ko'rsatib turadi. Yosh xonim yana o'z xiyol dunyosiga band bo'lib, yo'lda ketayotdi. Bala anasiga yetishib, tez-tez qadam tashlab meng'atdi. Biroq anasining kallasida kezayotgan xiyollardan bexabar edi. Faqat qatnashga ishtikrak yetib berib olishni o'ylab, bor kuchi bilan tirishib, onasi bilan tang yo'l elayotgan edi. Yosh xonim yana kechmishni o'ylab, ichida mundaq xitob qildi.
mening o'y-fikrlarimga ishoning. Mushu oy, mushu kunlarda 10-15 yilning oldidagi ishlarni o'ylab, hozirgi holatingizga bir ko'z ochsangiz, hozir o'tkazayotgan kunlaringizning qanchalik qabatlik kunlar ekanligini his qilmay qolmaysiz. Dal mushu vajidan odam doim o'tmishni eslab turishi, ajdodlarning bosgan izlarini bo'ylab menishi lozim. Har bir odam o'tmish bilan birga bu kunlar ustidan g'alaba qilishni o'ylagandila, ixtiyorsiz o'zida izlanish istagi, tirishish istagi va erkinlik tuyg'usi tug'iladi. Bo'libmi mustamlika ostidagi xalqlar atrofidagi har bir narsaga ko'z qirini solganida, burunqi asli holati ko'z oldida namoyon bo'lib, ixtiyorsiz o'tmishga qaytadi va bugungi kunlarning ashu o'tmishning davomi ekanligini ro'shan ravishda tunib yetadi. Keçmişte o'tgan ajdodlarning qanchalik irodalik, qanchalik umidvor ruhga ega ekanligini his qiladi. Hamda ularning kelgusida qanday ishlarning yuz beradiganligini o'ylab qo'rqmaydiganligini, o'zida ansirash kayfiyatining yo'qligini, ana shu tanho bir kun ichida yashashni o'ziga mezon qilib, kundalik ishlarni yaxshi bir taraf qilishga diqqatini markazlashtirganligini bilalaydi. Amaliyotda bundoq bo'lishi ularning turmushdagi masalalarni hal qilishning hozirgidan oson ekanligidan darak bermaydi. Darvaqa ular hozirgidan ko'p ishlagan, ko'p emgak qilgan, ko'p zulm uchragan, hozirgidek uzun umr ko'rolmagan. Hatto hozirgidek qo'ziq to'yg'idek tomoqni yeyolmagan. Uchisidek kiyim-kechaklari yirtilib, jo'l-jo'l bo'lib ketkichi kiygan. Halbuki hozirgidan umidvor, hozirgidan jasur yashagan. Mushu vajidan ular Sharq Turkiston Cumhuriyetidagi jumhuriyatlarni mushu ana yurt qo'ljida qurgan. Biz ana shu xalqning avlodlari bo'lganligimiz uchun hozir qanchalik zulmga uchrasak uchrayli, zinhor umidimizni yo'qotmasligimiz lozim. Ajdodlarimizning ashu sunmas irodasidan ulgu elishni bilishimiz, ularning jasur ruhidan o'rganishimiz lozim. Ko'kdagi tanho quyoshning ostida bizga buningdan boshqa bir vatan yo'q. Dal hozirgi Sharq Turkiston bizning ona vatanimiz. Hamma narsa o'zgaradi, yo'qoladi, chirib, yo'q bo'lib ketadi. Ammo lekin mushu zamin bizning ona vatanimiz ekanligi mangu o'zgarmaydi. Uyg'ur millati mushu yer sharida bo'ladi ekan, buni hech kim o'zgartirmaydi. Dal mushu nuqtadan biz o'z ajdodlarimizning ruhi bitilgan tarixlarni tomirlarimizda oqadigan qonlar bilan tang oqishtirishimiz va ularning ruhini qalbimizda yoshitishimiz lozim. Yosh xonim shu xiyollar ichida Bedi bozorining do'qmishiga kelib o'ng qayrilmoqchi bo'lib, o'g'li bilan cho'ng yo'lni kesib o'tdi va shu asnoda g'arb tarafdagi egiz binolarda qad ko'tarib turgan, o'zi tug'ilib o'sgan mahallasiga bir ko'z otdi. Ana shu egiz binolari osmon bo'yi ko'rinib turgan yerlar burun Uyg'ur mahallari edi. Yosh xonim ana shu Uyg'urlar o'ltiraqlashgan mahalladagi buyuk-baroqsonliq bir qo'rada tug'ilgan edi. U oliy maktabni bitirib kelgan yili ash qo'rada yolg'iz o'ltiradigan ota-onasi orqa-orqadan olamdan o'tgan edi. Ota-onasi olamdan o'tib bir yil bo'la bo'lmayla, bu mahallani chiqib tub-tuz qilayotgandan keyin o'rniga ana shu egiz binolarni qator-qator selib, oilaliklar o'ltiraq rayon barpo qilib, yaqinlik mahallaning ko'rkam holatini yer sharidan abadiy yo'q qilib o'tgan edi. Navoda yosh xonimning ota-onasi hayot bo'lib, mahallasining bir hafta ichida tub-tuz bo'lib ketganligini va o'z qo'li bilan bir kesakdan qo'porib, yasab chiqqan uylarining bir kundalicha qilib ketganligini va yana pishonlardan munchoq taraq qo'zib, tujupilab terigan tikkan giyohlarning hammasi hayt-quytligicha og'dirib etilganligini ko'rgan bo'lsa, ming o'lib, ming tirilgan bo'lar edi. Elmi yaxshi, ular bu qabahatli kunlarning kelishidan burun u olamga jimjitla safar qilgan edi. Afsus, ming afsus. Hozir ashu ajdodlari shahar bino bo'lgandan buyon yashab kelgan mahallaning isnosidan qilchilikma asar qolmagan edi. Hammadan yomoni hayot qolganlarning beg'ubor qalbida mangu saqaymas yorlar qoldi. Ashu mahalla chiqilib ketgandan keyin yosh xonim bu yoqlarga ancha o'tmagan edi. Mana bugun G'uljidan ayrilish oldida bu mahallasiga eng oxirgi qatim yiroqdan bir qarab olgandan keyin shimol tomon yo'l yurib, tibbiy maktabning oldi eshigi bor tarafdan asfalt yo'lni yoqilab yurib ketdi.